mavzumiz matrisalarni ko'paytirish mavzusi. Demak, matrisalarni ko'paytirish qanday amalga oshirilar ekan? Berilgan matrisamizni ko'paytirish uchun eng avvalo birinchi matrisamizning ustunlar soni bilan ikkinchi matrisaning satrlar soni teng bo'lsagina biz bu matrisalarni ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. Bu ko'paytirishdagi eng asosiy qoidalardan biri hisoblanadi. Endi misol yordamida ko'paytirish qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqaylik. Demak, bizga A matrisamiz berilgan. A matrisamizda ko'rinib turibdiki, ikkita, demak bizda satr и 3 ta ustundan iborat. B matrisamiz esa 3 ta satrdan, 2 ta ustundan iborat. Demak, biz yuqoridagi qoidada aytib o'tdikki, birinchi matrisamizda ustunlar soni, demak, ustunlar soni 3 ta. Birinchi matrisamizda, ikkinchi matrisamizning satrlar soni esa 3 ta. Demak, bular teng, o'z-o'zidan bularni biz nima qilishimiz, ko'paytirishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi misolning yechilishini ko'raylik. Demak, matrisalar o'lchami tengligini ko'rib chiqdik. Endi bizda matrisani odatda ko'paytirishda berilgan birinchi matrisani satrini ikkinchi matrisani har bitta ustuniga alohida ko'paytirib yozib chiqiladi. Shuning uchun men birinchi matrisani mana barcha satrlarini, demak, birinchi satrini to'liq barcha elementi bilan qizil rangga, ikkinchisini esa sariq rangga bo'yab oldim. Xuddi shunday endi ikkinchi matrisani biz ustuniga ko'paytirganimiz uchun barcha ustunlarini, elementlarini yashil rangga, ikkinchisini esa och sariq rangga bo'yab oldik. Mana ko'paytirib chiqdik. E'tibor bersalaringiz, demak, birinchi matrisamizda hozir yangi hosil bo'lgan matrisamizda birinchi ustunida mana e'tibor bersak 2 - 1 4, pastdagisida ham 2 - 1 4. Mana bu ikkinchi matrisaning ustuni, birinchi ustunni berish kerak. Adashmaslik uchun shunday tekshirib olsak bo'ladi yozganimizda. Endi ikkinchisini ham yozib chiqqanimizda xuddi shunday mana -1 3 -5 -1 3 -5. Mana bu ikkinchi ustunni beradi. Demak, biz birinchi satrni oldikda, ikkinchi matrisani har bitta ustuniga ko'paytirib yozib oldik mana. Birinchisini ko'paytirganimiz mana bu. Ranglardan ham ajratib olsak bo'ladi. Hisob-kitoblarni amalga oshirib, demak, hosil bo'lgan matrisamizning o'lchami 2 ta satr va 2 ta ustundan iborat bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz shu edi.